Hammaga salom do'stlar, sizlar Ethical Gaming kanalidasizlar. Bugun biz o'zi ko'rib turibsizlar mavzuda ro'yxat bilan ishlash. Ro'yxat bilan ishlash deganda tasavvur qilinglar, sizlar ro'yxat yozdinglar. Buni endi alifbo tartibida terib chiqish kerak. Uni men bu yerda almashtirmasdan rang kodini berganlaringda o'zi avtomatik alifbo tartibida terib beradigan kodni bugun ko'rib chiqamiz. Birinchi kod bu .sort qavs bilan. Bu kodimiz o'zi avtomatik terib beradi. Endi buni bitta kodda misol qilib ko'rsatib beraman. Yozamiz. Cars ichiga o'zim tayyor qilib yozib qo'ygandim. Mashinalar nomini. Endi pastga tushamiz. Cars nokta sort bo'ldi. Pastga tushamiz. Yana bitta bunga yozamiz. Print cars. Endi sort deganda o'zi aytdim. Ben alifbo tartibida terib berish kerak. Demak, Audi, BMW, Jeep, Tesla, Volvo. Qani? Ana aytilganini terib berdi. Endi bu kod yana bitta fishkasini aytib beraman. Bu kod agar shu jadvallaringda bitta o'zgaruvchi katta harf bilan yozilgan bo'lsa, o'shani oldiga chiqarib beradi. U sh bilan yo ch bilan boshlangan bo'lsa ham mayli, shu boshqa bitta chiqarib beradi. Xo'p. Hozir buni bitta misol qilib ko'rsatib beraman. Cars teng. Pastga tushamiz. Cars .sort pastga tushamiz. Print cars. Endi Jeepni hozir masalan katta qilib yozamiz. Jeepni katta qilib yozdik. Buni cars ana. Hozir Jeepni Audi'dan oldiga chiqarib berish kerak. Qani? Ana. Jeep, Audi, BMW, Tesla, Volvo. Hop. Endi buni alifbo teskari tartibda qilmoqchi bo'lsalar ham boshqa shu bitta kod bor, yozamiz. Cars teng ochamiz, to'rtburchak qavs. Pastga tushamiz. Cars .sort qavs ochamiz. Reverse mana true qilamiz. Endi pastga tushib yana yozamiz. Print cars. Endi shuni teskari tartibda qilib berish kerak bizga. Qani? Ana Tesla, Volvo, Jeep, BMW, Audi. Mana shu birinchi kodimizni teskarisini qilib berdi. Hop, endi boshqacha misoli ham bor. Yana buni sorted degan shakli ham bor. Hozir buni ham unda ham bitta misol keltirib beraman. Yozamiz. Mehmonlar teng ichiga endi odamlar ismini yozamiz. Ochamiz. Mana bitta virgul qo'yamiz. Ikkitala qo'yishni. Virgul qo'yamiz. Ikkitala qo'shdan ochamiz. Menimcha 5 ta odam qilsa yetadi. Endi yozib chiqamiz. Ozod Shohrux Farruh yana qanaqasi bor? Hamid
agar o harfi bor bo'lsa, oldingi kodlayishida bo'lsa, agar o harfi bor bo'lsa, qo'sh tirnoqni ikkitalik qilib qo'ysanglar bo'laveradi. Yozamiz endi. Print ichiga sorted ikkitalik oddiy bitta qavs ochamiz. Buni ichiga qaytarilgan ro'yxat deb turib, mana bu yerda qo'sh tirnoq ochib olish kerak. Mana qaytarilgan ro'yxat deb turib, ikkitalik qo'sh tirnoq bilan virgul qo'yamiz. Sorted deb turib, qavsning ichiga mehmonlar pastga tushamiz. Endi asl bu qaytarilgan o'sha alifbo tartibida terib berilgan bo'ladi. Endi asl ro'yxat qaysilgan bilib olishimiz kerak. Yozamiz. Print ikkitalik qo'sh tirnoq asl ro'yxat turib 2 nuqta qo'yamiz. 2 nuqta virgul mehmonlar. Qani bitta xato bor bo'ling. Mana bir xato bor deyapti. Sorted mehmonlar lat qilib qo'ygan ekanmiz. Ana sorted qaytarilgan ro'yxat deb turib mana sorted olib tashlasa ham bo'ladi o'zi. Qaytarilgan ro'yxat mana. Nega degan ozod shohruh. Bu teskari qilib qo'ygan ekan. Sorted teskari qilib berar ekan. Yo'q, teskari emas. Alifbo tartibida terildi. Ana. Men adashib ketdim. Rostdan alifbo tartibida terib berdi. Mana bu asl ro'yxat deb qo'ygani. Mana birinchi ro'yxatimiz. Hop, yana bitta bularni endi bekitib qo'yamiz. Chunki bizga xalaqit beradi. Endi buni biz sonlardan qilib ko'ramiz. Pastga ochib olaylik joy. Ages. Ya'ni yoshlar ichiga 12 virgul 13 15 marta jo'g'ib ketdi. Juda tashlaymiz bitta 60 mana bitta ro'sanam yaxshi virgul o'ldirib 80 14 qani 50 bo'ldi. Shuncha son yetadi deb o'ylayman. Endi yozamiz. Print yo'q, ages. Birinchi ages yozib ko'ramiz. 50 tiylik. Ages nuqta sort pastga tushamiz. Print ages keyin yana yozamiz. Print sorted keyin birinchiga yana bitta qavs ochamiz. O'sha ages virgul reverse true mana keyword. Ana endi ishlash kerak. Mana eng kichik sondan eng katta songami? Bu oddiy son ekan. Qani? Mana bu eng kattadan eng kichiknagacha olib borgani. Bu oddiy o'zimiz yozganimiz. Mana kodimiz ishlayapti.
o'qib olaylik. Keyin kodlarni ham ko'rsatardim sizlarga, lekin u keyingi mavzuyimiz ekan. Shuning uchun video yoqqan bo'lsa like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Yana bitta odam komment yozgan ekan, uyga vazifa ham bering deb. Mana sizlarga uyga vazifa sort kodi ishtirok etgan koddan 2 ta, keyin mana bu sorted kodi ishtirok etgan koddan 2 ta kod yozasizlar. Uni Telegram kanaliga tashlab qo'yasizlar, screenshot qilib. Telegram kanalimizning silkasi описаниеda bo'ladi. Bo'lmasa kommentariyaga kirib qarasanglar bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa like bo'lsa obuna bo'lib qo'yinglar. Hammaga xayr.